Endi birinchi fursat yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi? Boshlashim kerak. U qanaqa bo'ladi? Zo'r rezultat beradimi, zo'r rezultat bermaydimi? Boshlashim kerak. Qaysi xatolar degan savolingizga hamma ishlarim xato. Sizda xato emasmi? Hech kim o'ylab ko'rmagan. Juda ham uspeshniy odam, juda boy odam ham meni gapirayotgan gapim bir o'zi bilan o'zi qolganda, men yengitdan 10 yil oldin aqlim bo'lganda boshqacha boshlardim deb aytadi. Manaman degan puli ko'p odam. Hamma narsani o'zgartirishga harakat qiladi. Mana shu joylarni qurgan odamga bilmayman nech pulga qurilgan, o'sha uchun summani yana qo'yib, yana u boshqa joyda qurasan desa hech qachon qurmaydi. Xuddi shunaqasi. Qimmatga tushgan xato, xulosasi bor. Misol, lekin o'zi vasxishlatsa qiladi, xursand. Lekin yana qilasan desa qilmaydi. Kayfini narxiding. Boshqa qachon qilmaydi. Bu oddiy bir nima. Shu lekin qilingani qoldi. O'zini qilgan ishidan xursand bo'lgani qoldi.